Bugun biz huquqshunos kadrlar haqida gaplashmoqchimiz. Ushbu kasbda eng ilg'or fikrlaydigan, o'ta bilimli, nihoyatda ta'bir joiz bo'lsa aytishim kerakki, bir qator xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar albatta huquqshunos bo'lishi kerak. Yuksaklikning, ulug'vorlikning eng muhim belgisi o'zidan pastlarni, shikoyatchilarni oxirigacha eshitish deydi. Mana shu yuridik ilm-fan sohasida yuridik universitet jamiyatimizga bugun nima bera oldi? Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti xalqaro reytinglarda oxirgi 2 yil davomida aytishim kerak, kuchli mingtalikka kirdi va asosan o'zining faoliyatini 4 ta yo'nalish bo'yicha esa kuchli 500 talik ro'yxatiga kirganligi. Mana shularning hammasi Toshkent davlat yuridik universitetining ilmiy salohiyati, ilmiy ijodi mamlakat taraqqiyotiga muayyan darajada hissa qo'shganligining bir tarixiy statistik ifodasi bo'lib hisoblanadi. Huquqshunos ta'bir joiz bo'lsa qattiqqo'l, joyi kelganda o'ta bag'ri keng bo'ladi. Ba'zi biz qabul qilayotgan qarorlarimiz qonuniy bo'lishi mumkin, lekin adolatli bo'lmasligi mumkin. Toshkent davlat yuridik universiteti O'zbekistonda yurisprudensiya sohasining hubiga aylangan. Bu kasbni egallash inson yuqorida aytganimizdek taqdiriga, hayotiga daxldor bo'lganligi sababli insonni taqdiri bilan o'ynashmaslik kerak. Assalomu alaykum. Efirda huquqshunos kundaligi ko'rsatuvi. Bugun biz huquqshunos kadrlar haqida gaplashmoqchimiz. Shu maqsadda ko'rsatuvimizga Toshkent davlat yuridik universitetining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor Ahrorxon Hoshimxonovni taklif qilganmiz. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo sizni huquqshunos kundaligida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Ushbu loyihada mehmon sifatida ishtirok etayotganimdan nihoyatda mamnunman. Rahmat. Ustoz, ilk savol bilan yuzlanmoqchiman. Avvalo, huquqshunoslik sohasining boshqa sohalardan farqi nimada? Katta rahmat. Haqiqatan ham ijtimoiy hayotda ijtimoiy munosabatlar turi qanchalik ko'p bo'lsa, ushbu munosabatlarni tartibga soladigan sohalar, ushbu munosabatlarda faoliyat yuritadigan kasblar ham shu darajada ko'p. Ushbu kasblardan biri aqliy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan kasb huquqshunoslik kasbi bo'lib hisoblanadi. Huquqshunoslik kasbini meni nazarimda boshqa kasblardan farqli jihati shundaki, bu asrlar davomida rivojlanib, asrlar davomida insoniyatni hayotini to'g'ri yo'lga qo'yishda, xato qilganlarni, jinoyat sodir etganlarni jazolashda, odil sudlovni ta'minlashda, jamiyatda adolat ustuvorligini belgilashda aynan huquqshunoslik kasbi asosiy bosh mezon bo'lib hisoblangan. Shu sababli ushbu kasbni men ta'bir joiz bo'lsa aytardimki, inson hayotiga, inson taqdiriga daxldor bo'lgan kasb deb ayta olaman. Chunki huquqshunos bevosita mana shu qonunlar asosida faoliyat yuritar ekan, bu kasb egalari har bir jamiyat hayotidagi xato qilgan, huquqi buzilgan, da'vogar, javobgar yoki boshqa tomonlarni huquq va manfaatlarini qonun ustuvorligi asosida ta'minlashga harakat qilgan va shu maqsadda vakolatli bo'lgan, davlat tomonidan vakolatni o'ziga olgan bir kasb bo'lib hisoblanadi. Va bu kasb shu sababli ham boshqa kasblardan o'ziga xosligi shundaki, ushbu kasbda eng ilg'or fikrlaydigan, o'ta bilimli, nihoyatda ta'bir joiz bo'lsa aytishim kerakki, bir qator xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar albatta huquqshunos bo'lishi kerak. Tarixdan biz bilamiz, o'sha buyuk huquq maktabini asoschilari bo'lgan buyuk mutafakkirlarimiz ham podshohlar, davlat rahbarlari tomonidan bir necha bor qozil huzot, bosh oliy hakam lavozimiga tavsiya etilganlarda doim rad etganlar. Chunki bu kasbni egallash inson yuqorida aytganimizdek taqdiriga, hayotiga daxldor bo'lganligi sababli insonni taqdiri bilan o'ynashmaslik kerakligini va bunda o'zlarini bundan chetga olishlari orqali bu jarayonda ishtirok eta olmasliklarini ko'rsatishga harakat qilganlar. Shu sababli men aytardimki, bu kasb o'ta adolatni talab qiladigan, o'ta aql egalarini, o'ta donishmand, insonni har bir ruhiy kechinmalarini o'zida tom ma'noda his qiladigan kasb bo'lib hisoblanadi deb ayta olaman.
Mamlakatimizda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda faoliyat yurituvchi xodimlarni tayyorlaydigan bir qancha huquqiy oliygohlar mavjud. Bu borada yuridik kadrlarni tayyorlashda Toshkent davlat yuridik universitetining o'ziga xosligi nimada? Juda o'rinli savol berdingiz. Mana bugun mamlakatimiz aholisi 37 milliondan oshdi, ya'ni qariyb 40 millionga qarab ketyapmiz. Lekin bugun mamlakatimizda aytishimiz kerak, 22 ta oliy ta'lim muassasasida bevosita huquqshunoslar tayyorlanyapti. Agar biz shu qisqa oldingi tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston mustaqillikka erishgan 1991-yildan buyon mamlakatda yagona huquqshunoslar tayyorlaydigan alohida ta'lim muassasasi sifatida aynan Toshkent davlat yuridik dargohi, oliygohi faoliyat yuritgan. Mana 2020-yil muhtaram prezidentimiz aprel oyidagi 59-87 sonli farmonlari bilan O'zbekistonda yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonlari qabul qilindi. Ushbu farmonda mamlakatimizdagi huquqshunoslarni tayyorlaydigan bazaviy, yetakchi, qayta tayyorlovchi va tayyorlovchi oliy ta'lim muassasasi sifatida aynan Toshkent davlat yuridik universiteti belgilab o'tildi. Hozir aytganim, mamlakatimizda hozir juda ko'p viloyatlarimizda hududiy yuridik huquqshunoslik yo'nalishi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaydigan fakultetlar ochildi. Poytaxtimiz o'zida ham bir qator xususiy va xorijiy ta'lim muassasalarida huquqshunos kadrlar tayyorlanyapti. Lekin men ta'bir joiz bo'lsa aytishim kerakki, mana shu aynan Toshkent davlat yuridik universitetini ulardan farqi, Toshkent davlat yuridik universiteti huquqshunos kadrlarni tayyorlaydigan bosh ilmiy metodik markaz, asosiy bazaviy oliy ta'lim dargohi bo'lib hisoblanadi. Bu narsani oddiy universitetda bugungi kundagi ilmiy salohiyatidan ham ko'rishingiz mumkin. Oddiy raqamlarga men siz e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bugungi kunda Toshkent davlat yuridik universitetida 388 nafar professor, ustozlar ta'lim berib kelmoqda. Ushbu universitetda bugungi kundagi salohiyati 51% ni tashkil etadi. Ya'ni 192 nafar professor o'qituvchilarimiz ilmiy daraja va unvonlarga ega. Oddiy misol 74 nafar fan doktori, 60 nafar professor aynan faqatgina bizning universitetimizda saboq berib keladi. Shu ma'noda men aytishim kerakki, jamiyat hayotida huquqshunos kadrlarga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni ijtimoiy hayotni barcha sohalari huquqiy nuqtai nazardan tartibga solish zaruriyatini o'zlarida his qiladi. Shu sababli barcha sohalarda, olaylikki u xususiy sektor bo'ladimi, davlat boshqaruv organlari bo'ladimi, hamma joyda huquqshunos kadrlarga bo'lgan ehtiyoji bor. Aynan shu ehtiyojni bugungi kunda Toshkent davlat yuridik universiteti sharaf bilan, muvaffaqiyat bilan o'zini zimmasiga olib ta'minlab kelmoqda. Oddiy misol, bu yil Toshkent davlat yuridik universitetini mana qariyb 1,5 ming nafar bitiruvchi tamomladi. O'tgan qisqa 2 oy muddatni ichida bizni bitiruvchilarimizni qariyb 60% bugungi kunda ish bilan ta'minladi. Chunki biz bilamiz, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ishga kirish bir qator bosqichlardan iborat, tekshiruvlardan o'tadigan jarayonlar bor. Shunday bo'lsa-da, mana o'tgan qisqa muddat 2 oyning ichida bitiruvchilarimiz aynan 60% tegishli tarmoqlarda yurist sifatida, huquqshunos sifatida, huquq muhofaza qiluvchi organlarda xodim sifatida o'z faoliyatlarini boshlaganligi ham aynan bizni huquqshunos kadrlarga bo'lgan jamiyat hayotidagi ehtiyojning, davlat hayotidagi ehtiyojning yuksakligidan dalolat beradi. Shu ma'noda men aytishim kerak, boshqa respublikamizdagi huquqshunos kadrlar tayyorlayotgan ta'lim dargohlari ham muttasil, muntazam Toshkent davlat yuridik universiteti bilan hamkorlikda va bizni bosh uslubiy metodik ko'rsatmalarimiz asosida u yoki bu darajada ko'nikmalarga ega bo'lib, muayyan darajada huquqshunos kadrlarni tayyorlashga harakat qilyaptilar. Ular ham mana hali endi tetapoya bo'lib oyoqqa turayotgan ta'lim dargohlari, hali ularda tom ma'noda katta bir maktab yaratilib, o'sha huquqshunos kadrlar to'liq bitirib, tamomlab, jamiyat hayotida faoliyatini boshlaganlari bor, boshlamaganlari bor. Shu sababli men ayta olamanki, Toshkent davlat yuridik universiteti huquqshunos kadrlarni tayyorlashda mamlakat hayotidagi hissasi beqiyos deb ayta olaman. Bir so'zlaringizni muxtasar qilib aytganda, Toshkent davlat yuridik universiteti O'zbekistonda yurisprudensiya sohasining hubiga aylangan desak bo'ladi. Xuddi shunday, xuddi shunday. Hozir mana universitetning ilmiy salohiyati haqida, unda o'sha ilmiy darajaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar haqida gapirdingiz-da. Bu yaxshi. Lekin men shunaqa savol bermoqchimanki,
mana shu yuridik ilm fan sohasida yuridik universitet jamiyatimizga bugun nima bera oldi? Ilm fan sohasida. Xo'sh, aka. Juda to'g'ri aytdingiz. Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti ijtimoiy hayotni tartibga solish yo'nalishida, ya'ni qonunlar qabul qilish, normativ huquqiy hujjatlar qabul qilish yo'nalishida qonunchilik tashabbusi subyektlari bo'lgan davlat hokimiyati organlariga yoki Adliya vazirligiga barcha qonun hujjatlariga o'zlarining ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalari asosida normativ huquqiy hujjatlarga takliflar beryapti. Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti professor o'qituvchilari bir yilda bir necha o'nlab, 100 ga yaqin monografiyalar orqali ijtimoiy hayot sohalarini yanada huquqiy nuqtai nazardan takomillashtirish bo'yicha monografik tadqiqotlar olib boryapti. Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti ilmiy yo'nalishda nafaqat mamlakatimizda, balki dunyoda aytishimiz joiz bo'lsa aytishim kerak, 100 ta xalqaro, shundan 83 tasi xalqaro oliy ta'lim kuchli mingtalikdagi universitetlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, shundan 17 ta xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro ahdlashuv memorandumlari orqali hamkorlikni yo'lga qo'yib, o'zbek huquqshunoslarini dunyoda izlanish olib borishlarini yo'lga qo'ygan yagona maskan bo'lib hisoblanyapti. Bugungi kunda Toshkent davlat yuridik universitetini tamomlagan 100 ga yaqin talaba Amerika Qo'shma Shtatlarining Pensilvaniya universitetida, Germaniyaning Regensburg universitetida, Yaponiyaning Nagoya universitetida, Italiyaning Roma Trade universitetida va Polshaning Gdansk va boshqa qator ko'plab Yevropa davlatlarining universitetlarida ilmiy tadqiqotlar olib borish orqali dunyoning rivojlangan demokratik mamlakatlaridagi huquqiy amaliyotni milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish va qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib boryapti. Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti xalqaro reytinglarda oxirgi 2 yil davomida aytishim kerak, kuchli mingtalikka kirdi va asosan o'zining faoliyatini 4 ta yo'nalish bo'yicha esa kuchli 500 talik ro'yxatiga kirganligi. Mana shularni hammasi Toshkent davlat yuridik universitetining ilmiy salohiyati, ilmiy ijodi mamlakat taraqqiyotiga muayyan darajada hissa qo'shganligining bir xalqaro reytinglar dedingiz, ya'ni bu siz aytgan raqamlar bu shunchaki statistika emas, ya'ni xalqaro hamjamiyatda e'tirofi. Shunday, xuddi shunday. Chunki bilasiz, bugungi kunda O'zbekiston butun dunyoga, xalqaro hamjamiyatga tobora kengroq quloch yozib, hamkorlikni yo'lga qo'yib boryapti. Va bu narsa o'sha xalqaro indekslarda, butun dunyo tomonidan tan olingan bir qator reytinglarda, jumladan oliy ta'lim dargohlarini alohida reytinglari bor. Biz bilamiz, o'sha dunyoning kuchli mingtalik universitetlari reytingiga kirish barcha davlatlarni, o'sha oliy ta'lim muassasalarini ustuvor maqsad bo'lib hisoblanadi. Aynan mana shu yo'nalishda Toshkent davlat yuridik universiteti mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 200 dan ortiq oliy ta'lim dargohlarining ichida lokomotiv vazifasini o'tab, bir qator yo'nalishlarda eng ilg'or natijaga, eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'layotganligini o'zi ham bizning sharafimiz va ilmiy ijod universitetda to'g'ri yo'lga qo'yilganligini bir ifodasi. Yana mana huquqshunos kadrlarga qaytamizda. Bugun universitetda mana 10 mingga yaqin talabalar huquqshunos bo'lish istagida tahsil olishyapti. Ya'ni ular yuridik ilm olishyapti-da. Xuddi shunday. Bizning auditoriyamiz ham asosan mana shu huquqshunos bo'lish istagidagi talabalar. Yetuk huquqshunosga xos sifatlarni sanab bersangiz-da, ya'ni bizni ko'rayotgan o'sha huquqshunos bo'lish istagidagilar qanaqa skillslarga ega bo'lishi prioritet hisoblanadi? Tushunarli. To'g'ri aytdingiz. Bilasizmi, mana bugun dunyoda tendensiya, ta'limda ham bu narsa bor. Soft skills va hard skills degan tushunchalar keng qo'llanilyapti. Hard skills sifatida o'sha muayyan bir kasb egasining o'z faoliyatining eng muhim qirralarini chuqur o'zlashtirishi, amaliyot orqali, ta'lim olish orqali, qayta tayyorlov orqali muayyan ko'nikmaga, kasbiy ko'nikmaga ega bo'lishi hard skills bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda mana shu bilim va ko'nikmalarni o'zi
yaxshi mutaxassis, a'lo darajada faoliyat yuritadigan bir kasb egasi bo'lish uchun yetarli bo'lmay qoldi. Buning uchun bugun soft skills, ya'ni moslashuvchan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish talab etilyapti. Bu qanday bilimlar? Bugun vaziyatni to'g'ri baholay olish, tanqidiy fikrlash yoki aytaylik, muammoli vaziyatdan chiqib ketish, yechim topish orqali chiqish, innovativ g'oyalarni ilgari surish, kreativ fikrlash, jamoada ishlay olish, odamlarni eshitish, ularni fikrlarini va mulohazalarini inobatga olgan holda eng muhim qarorlarni, odamlar rozi bo'ladigan qarorlarni qabul qilish. Bu soft skillsdagi moslashuvchan ko'nikmalar faqatgina ta'lim berish jarayonida o'zlashtiradigan ko'nikmalar bo'lib hisoblanmay, balki har bir insonni o'zini faoliyati, o'zini ichki xususiyatiga daxldor bo'lgan tushuncha va ko'nikmalar ham bo'lib hisoblanadi. Shu sababli bugun huquqshunoslar aynan mana shunday ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etilyapti. Sababini nima aytaman? Mana bugun butun dunyoda 4-sanoat inqilobi to'g'risida fikrlar bot-bot aytilyapti. 4-sanoat inqilobi biz bilamiz, 1-, 2- va 3-sanoat inqiloblari hammasi yangiliklar. 1-sanoat inqilobi o'sha bug' mashinasini yaratilishi bo'lsa bilan boshlangan bo'lsa, 2-sanoat inqilobi 18- va 19-asr dastlabki birinchi chorakida o'sha sanoatda ishlab chiqarishni faol yo'lga qo'yish, elektr tarmoqlari orqali elektrni rivojlantirish, poyezd yo'llarini ishga tushirish orqali rivojlangan va 3-sanoat inqilobi 20-asrning oxirlarida o'sha avtomatlashtirish barcha zavod va fabrikalarni orqali vujudga kelgan bo'lsa, bugun 4-sanoat inqilobi nimani talab qilyapti? Kuchli intellektni, ya'ni sun'iy intellektni 3D printer orqali inson omilisiz nimandir oson ishlab chiqarishni va kuchli mana shu sun'iy intellekt faoliyati natijasida juda ko'p masalalarni osonlik bilan hal qilishni yo'lga qo'yapti va bu jarayonda aynan huquqshunoslar esa bugungi kunda qanday bo'lishi kerak? Kuchli zamonaviy axborot texnologiyalarini bilgan, sun'iy intellektdan lozim darajada foydalana oladigan, jamiyatdagi har bir insonni ruhiy kechinmasini huquqshunos sifatida o'z tanasida his qila oladigan va o'zi faoliyat yuritayotgan jamoani olg'a siljish uchun, ildam faoliyat ko'rsatish uchun barcha dunyoni ilg'or ko'nikma va zamonaviy tendensiyalarini o'zida nima deydi, ko'nikma sifatida shakllantira oladigan kadr bo'lish talab etilyapti. Shu maqsadda bugun Toshkent davlat yuridik universiteti eng ilg'or mana shunday ko'nikmalarni bera oladigan, o'zida mana shu ko'nikmalarni o'zlashtira olgan mutaxassislarni jamlagan ta'lim muassasasi bo'lib shakllanib borayotganligini men aytishim joiz. Shu sababli aytishim kerakki, huquqshunos tom ma'noda mukammallikka doim intiladigan, doimo o'z ustida ishlaydigan va har qanday ijobiy taraqqiyot natijalarini to'g'ri qo'llash ko'nikmasiga ega bo'la oladigan kadr bo'lish kerak. Mana siz mana shu yuridik universitetini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektorsiz. Mana huquqshunos ega bo'lishi kerak bo'lgan hard va soft skillslarni gapirib o'tdingiz. Bu o'z yo'liga. Endi o'zbek mentaliteti yoki aytaylik sharqona qadriyatlardan kelib chiqqan holda men bir savol bermoqchiman. Huquqshunos qanday axloqiy fazilatlarga ega bo'lishi kerak? Tushunarli, juda to'g'ri savol. Huquqshunos birinchi o'rinda o'ta adolatli bo'lishi kerak. Adolat to'g'risida Husayn Moiz Koshifiy o'zini Axloqi Muhsiniy degan asarida bir so'zni aytadi. Sendan adolat to'g'risida so'raydilar, deydi. Sen aytginki, deydi. Adolatni tom ma'nodagi yaxlit bir ta'rifi yo'q, deydi. Adolat deganda sen bilginki, deydi. Hayotdagi barcha o'g'il va qizlarni teng deb bilishing, bu haqiqiy adolat, deydi. Shu ma'noda biz bugun tayyorlayotgan huquqshunoslar adolatni faoliyatining asosiy mezoni deb bilish kerak. Biz bilamiz, mana oddiy huquq degan so'zni huquqiy kategoriya sifatidagi 3 ta belgisi bor. Tom ma'nodagi bir norma, qonun huquqiy bo'lishi uchun u o'zida erkinlik, tenglik va adolat tamoyillarini aks ettirish kerak. Bugun tayyorlanayotgan huquqshunos adolatni faoliyatining asosiy mezoni sifatida ko'rish kerak. Bir, ikkinchidan eshita olish kerak. Chunki donishmandlar aytadi, yuksaklikning, ulug'vorlikning eng muhim belgisi o'zidan pastlarni, shikoyatchilarni oxirigacha eshitish deydi.
Siz agar bir insonni ish tushib, mushkul boshiga ish tushgan insonni dardini eshitsangiz, uni teng yarim muammosini o'zingizga olasiz va u yengillashadi. Agar siz uni o'sha muammosini huquqshunos sifatida ijobiy hal qilib bersangiz, tom ma'noda u sizdan rozi bo'lib ketadi. Demak, eshita olish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Uchinchisi, huquqshunos har kuni o'z ustida ishlashi kerak. Bir kun huquqshunos izlanishdan to'xtamaslik kerak. Chunki qabul qilinayotgan qonunlar, yangi vujudga kelayotgan ijtimoiy munosabatlar huquqshunosni ongi shuurida doimo yangilanib borish kerak. U o'sha bilimlarni o'zida o'zlashtirib borish kerak. Bundan tashqari huquqshunos mehrli, ko'ngilchang bo'lish kerak deb ayta olmayman. Chunki bu narsa qaysidir ma'noda adolat prinsipini ta'minlashga zid bo'lishi mumkin. Huquqshunos ta'bir joiz bo'lsa qattiqqo'l, joyi kelganda o'ta bag'rikeng bo'ladi. Ya'ni ba'zan bilasizmi, mana huquqshunoslarning ichida shunday bir tushuncha bor. Adolat va qonuniylik tamoyillari doimo bir-biri bilan to'g'ri faoliyatda yuzlashadimi deydi. Ba'zan huquqshunos olimlarimiz aytadiki, yo'q deydi. Ba'zi biz qabul qilayotgan qarorlarimiz qonuniy bo'lishi mumkin, lekin adolatli bo'lmasligi mumkin deydi. Adolatli bo'lishligi uchun taroziga o'sha munosabatni tom ma'noda tortib ko'rib, o'sha jinoyat sodir etganni boshqa jinoyat sodir etgandan o'ziga xosliklari va yengillik tomonlarini taroziga tortib, adolatli individual qaror qabul qilish kerak. Mana bu narsa esa huquqshunos o'zida aks ettirish kerak bo'lgan eng muhim xususiyat bo'lib hisoblanadi. Va huquqshunos doimo hamma narsaga to'g'ri ma'noda shubha ostida qarash kerak. Chunki bizni oldimizga kelayotgan, yechimini topib kelayotgan da'vogar va javobgar ham doimo o'zini haqiqatini aytadi. Va biz uni ichidan sof haqiqatni anglashimiz uchun bizga chuqur tafakkur kerak. Va har bir narsaga shubha bilan qarab turib, uni ichidan tom ma'nodagi har bir detalini, har bir daqiq qirralarini anglab, haqiqatni topa olishimiz kerak. Bu ham bir san'at. Zo'r. Bir qator xorijiy mamlakatlarda bo'lgansiz. Shu jumladan dunyoga ma'lum mashhur Oksford universitetida malaka oshirgansiz. Shunday. Mana shu xorijiy tilik mehnat bozoridan kelib chiqqan holda kuzatilayotgan qanday zamonaviy tendensiyalar bizga kirib kelishi, mana shu mehnat bozoriga kirib kelayotgan huquqshunoslar oldiga bir kasbiy ko'nikma sifatida kirib kelish ehtimoli bor. Tushunarli. Bugun biz dunyoga chiqishimiz kerak. Huquqshunoslarni faqat o'zbek tilida so'zlasha olishi va yaxshi yozib, yaxshi gapira olishi, ya'ni nutq madaniyatiga, oratorlik, notqlik ko'nikmasiga ega bo'lishi bugun yetarli emas. Bundan chorak asr oldin aynan shu ko'nikmaga ega bo'lgan huquqshunos jamiyat hayotida bemalol faoliyat yuritishi mumkin edi. Lekin bugungi kunda bir necha xorijiy tillarni o'rganish talab etiladi. Haqiqiy kuchli huquqshunos bo'lib yetish uchun. Ikkinchidan, huquqshunosning asosiy quroli uni tili. Huquqshunosni men doim talabalarga aytaman, ikkita quroli bor. Biri uni tili, ikkinchisi uni yoza olish qobiliyati. Chunki siz huquqshunos sifatida aytaylik prokuror bo'lasiz, sudya bo'lasiz, aytaylik sud jarayonida advokat bo'lasiz. Siz kimnidir manfaatini himoya qilasiz yoki davlatning manfaatini himoya qilasiz yoki adolatni ta'minlaydigan o'rtada tarozibon bo'lasiz. Albatta siz kuchli nutq madaniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Qabul qilinayotgan qarorni tomonlariga eng muhim qirralarni o'ta sodda tilda va o'ta ilmiy nuqtai nazardan tushuntirib bera olishingiz kerak. Bu uchun sizdan juda kuchli salohiyat talab etiladi. Ikkinchidan, huquqshunos juda chiroyli ijod qila olish kerak. Ya'ni yozish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Siz misol uchun oddiy advokat o'zining himoya nutqi bilan yoki prokuror o'zining ayblov xulosasi bilan sudga nima demoqchi bo'layotganligini, aynan mana shu holatlarni qaysi dalillar bilan asoslayotganligini yozib ko'rsatib bera olish kerak. Ya'ni huquqshunosning yozish madaniyati, yozgan narsasi uni yuzi bo'lib hisoblanadi. Mana shu bilimlarga, ko'nikmalarga huquqshunos ega bo'lish kerak. Va bundan tashqari biz yuqorida aytganimiz o'sha soft skills, ya'ni mutaxassis kasb egasi sifatidagi bilim va ko'nikmalardan tashqari inson sifatida, lider sifatida, muayyan bir kasbning egasi sifatida bir ruhiy ko'nikmalarga, bir insoniy bir qobiliyatlarga ega bo'lish kerak. Xususan, vaziyatni to'g'ri baholay olish, muammoli vaziyatni hal qilish uchun muqobil variantlarni taklif eta olish, butun jamoani birlashtira olish,
faoliyatini faqatgina qonun ustuvorligi asosida yo'lga qo'yib, butun jamoada tenglikni ta'minlay olish kabi bir qator ko'nikmalar bugungi kunda men o'ylaymanki, huquqshunoslarni faoliyatini belgilab beruvchi mezonlar bo'lib hisoblanadi va o'sha man bir narsaga o'sha yuqorida hozir aytdingiz, Buyuk Britaniyani oliy ta'lim dargohlarini mana shu Buyuk Britaniyada mana shu xalqaro reytinglar bo'yicha Oksford universiteti dunyoda 3-o'rinda turadi. Boshqa bir reyting bo'yicha dunyoda 1-o'rinda turadi. Dunyoni yer sharidagi hamma mamlakatlardan bu yerda talabalar tahsil oladi. Ana o'sha yerda ham aynan bizni Toshkent davlat yuridik universitetini talabalari magistraturaga kirganligi, mana bu yil mana o'zim guvohi bo'ldim, o'sha talabamiz Oksford universitetiga magistratura bosqichiga kirganligi insonni bir g'ururga burkaydi. Chunki bizni talabalarimiz ham dunyoni kuchli 10talik emas, kuchli 1-o'rindagi universitetlarida tahsil ola olish qobiliyatiga ega bo'lyapti. Demak, biz ana shunga mos ta'lim bera olyapmiz va dunyo standartlari sari odimlab ana shunday huquqshunos kadrlarni tayyorlashga harakat qilyapmiz. Zo'r. Yana bir qiziq savol bor. Bu an'anaviy savol, ya'ni ko'rsatuvni har bir aytaylik mehmoni bo'ladigan har bir huquqshunosga beriladigan savol. Huquqshunos sifatida sizni kundalik tartibingiz qanaqa? Ya'ni haligi bu vaqt, ya'ni time management emas, haligi ertalab turishdan kechqurun uxlashgacha emas. Shunday kun davomidagi huquqiy tartibotingiz qanaqa o'zingiz? Tushunarli. Biz bilasizmi, rahbar mutaxassis sifatida har kuni bir necha o'nlab yuqori idoralardan topshiriqlar, muayyan yo'nalish bo'yicha vazifalar keladi. Faoliyatimizning asosiy yo'nalishi aynan mana shu topshiriq va vazifalarni, ya'ni mamlakatimizda ta'lim siyosatini universitetda to'g'ri qo'llash va talabalarga to'g'ri tarbiya berish bo'lar ekan. Shu faoliyatni asosiy faoliyat sifatida davom ettirib kelyapmiz va ayni paytda aytishim kerakki, talabalar bilan suhbatlar uyushtirib, bugungi kunda universitetimizda 41 to'garak, 30 dan ortiq ilmiy maktablar bor. Universitetimizda bugun intellektual talabalarning salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan 20 dan ortiq loyihalar bor. Har birini yuritayotgan o'shani koordinatorlari bilan uchrashuvlar o'tkazamiz. Ularning faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun ko'mak kerak. Ularga ko'mak berib boramiz. Ayni paytda men o'zim konstitutsiyaviy huquq kafedrasini professori sifatida talabalarga saboq beraman konstitutsiyaviy huquq fanidan. Bundan tashqari yana bir narsani biz bilishimiz kerak. Siz to'g'ri ta'kidladingiz hozir. Time management masalasida. Bugungi kunda biz ko'p holatlarda eshitamiz, vaqt yetmayapti deb mutaxassislar odamlardan. Vaqt doim o'sha. Biz balki to'g'ri ishni tashkil qila olmayapmiz. Biz nafaqat rahbar yoki o'qituvchi sifatida shu faoliyat bilangina cheklanishimiz, balki o'z ustimizda ishlashni, shaxsiy, kasbiy rivojlanish, ijodiy rivojlanishimizni ham to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Shu sababli maqolalar yozish, monografiya va kitoblar yozish borasida ham qisman har kuni muayyan vazifalarni o'zimga belgilab olganman. O'sha vazifalarni ham amalga oshirib turibman. Lekin asosiy pirovard maqsadimiz yetuk huquqshunos kadrlarni insonni faoliyatining asosiy mezoni sifatida belgilaydigan, inson qadrini ulug'laydigan huquqshunos kadrini tayyorlash bizni eng ustuvor vazifamiz bo'lar ekan. Hattoki men bilasizmi nima? Shu bir nafar talabaga, meni eshitayotgan talabaga shu adolatning ustunligi, adolat tarixlarga daxldor tushuncha ekanligini singdira olsam va o'sha talabani men ishontira olsam, men o'ylaymanki, kelgusida minglab odamlarga foyda beradigan ishni qildim deb hisoblayman men o'zim. Zo'r. Endi baribir legal time tartiboti mana shu huquqshunoslar uchun namuna sifatida ko'rsatilishi kerak bo'lgan eng muhim usul deymizmi yoki jarayon deymizmi, biz shunaqa narsani ko'rsatishimiz kerak. Nimaga? Chunki huquqshunos faqat bugun qonunni o'qisam bo'ldi deydiganlar ham bor-da. Yo'q, u uchun yuridik adabiyotlar o'qish kerak. Mana o'zingiz o'zi aytyapsiz, yurisprudensiya sohasi bu faqat qonunlardan iborat emas, balki uni ichidagi mana qancha yuridik loyihalar haqida gapirdingiz. Huquqiy bilim olish bilan bir qatorda huquqiy tafakkurni shakllantirish ham o'ta muhim hisoblanadi. Shu maqsadda bu savol berildi. Ustoz, yana bir qiziq narsada, mana faylasuflar fanlarni otasi sifatida falsafani deyishadi. Ba'zi matematiklar fanlar otasi sifatida matematikani fanlar otasi deyishadi-da. Mana siz ham nazariyatchi, ham amaliyotchi mutaxassis sifatida aytingchi, huquqshunoslikning fanlar kesimidagi o'rni qanaqa va sohalar kesimidagi o'rni qanaqa?
Rahmat. Huquqshunoslikni fanlar, falsafani mana o'zingiz aytdingiz, fanlar otasi dedingiz. Aslida huquqshunoslik fani falsafadan ajralib chiqqan. Xorijiy mamlakatlarda huquq falsafasi degan fan o'tiladi. Ham huquq va ham falsafa yagona bir kategoriya sifatida rivojlantirib boriladi. Shu ma'noda aytishimiz kerak, jamiyatda inson, bilasizmi, doim erkinlikka, ozodlikka, adolatga tashna bo'ladi. Inson ongli mavjudot sifatida yashar ekan, doimo mana shu tushunchalar uni hayotida eng ustuvor ahamiyatga ega. Shu sababli ham huquqshunoslik fani boshqa fanlardan o'ziga xosligi u inson ruhiyati bilan bog'liqligida. U insonni asli kim ekanligi va buyuk mavjudot sifatida jamiyat va davlatda o'rni qay darajada oliy ekanligini fan sifatida targ'ib qiladi. Va shu sababli ham uni inson kamoloti, jamiyat hayotida u inson o'zini o'rnini to'g'ri topishida, tom ma'noda topishida muhimligidan ham uning o'rnini men juda yuqoriga qo'ygan bo'laman. Beqiyos deb aytaman. Huquqshunoslik sohasini boshqa sohalardan farqi bitta tushuncha bor. Jamiyat hayotidagi har qanday g'oyalar, har qanday taraqqiyot agar ushbu jamiyatda demokratik qonunlar, adolatli normalar bo'lmas ekan, payhon etiladi. Payhon bo'ladi. Barbod bo'ladi. Shu sababli huquqshunoslik sohasini bitta misol bilan aytmoqchiman, o'rnini jamiyat hayotida. Adolatsizlikning eng yomoni adolat bayrog'i ostida qilinganligi. Bir insonga qilingan adolatsizlik o'sha inson timsolida butun davlatga nisbatan ishonchsizlikni va mutlaqo rad etishni, qabul qilmaslikni vujudga keltiradi. Shu sababli ham har qanday mayda ijtimoiy munosabatda ham adolatni ta'minlash bu aynan huquqshunoslarni sohasi, kasbi bo'lib hisoblanadi. Rahmat. Ustoz, ko'rsatuvimizning yana bitta turkuni bor. Bu turkun ko'rsatuvni shu ayni damda beriladi. Ya'ni bitta shunaqa bo'ladiki, ko'rsatuvning har bir sonida mehmon o'zidan keyingi mehmonni bilmagan holda savol yo'llaydi. Huquqiy savol yo'llaydi. Ko'rsatuvimizning avvalgi sonida Akmal Sodiqov mehmon bo'lganlar va sizni mehmon bo'lishingizni bilmaganlar, ya'ni keyingi spikerga deb savol berganlar. Hali siz ham savol berasiz, lekin undan oldin demak avvalgi ko'rsatuvning savoliga javob berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Akmal Sodiqov shunaqa savol berdilar. Adolatni mezonini nimalarda deb bilasiz? Tushunarli. Yuqorida men Husayn Voys Koshifning adolat to'g'risidagi ta'rifini keltirdim. Mana bilasiz, o'zim bir muayyan muddat sudya sifatida faoliyat yuritdim. Jinoyat ishlari bo'yicha sudya sifatida faoliyat yuritdim. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksini 3 ta joyida sudya qaror qabul qilayotganda o'z ichki ishonchiga asoslanib qaror qabul qiladi degan qoida bor. Shu faoliyatim davomida 30 yil, 40 yil sudya bo'lib ishlagan ustozlardan dastlabki faoliyatim yillarida shu savolni berardim. Ustoz, ichki ishonch mezoni qayerda? Ichki ishonchni men qanday belgilayman degan narsani berardim. Ustozlarimiz ba'zilari kulib qo'yardi, ba'zilari aytardi. Eng kamida 2 yil muttasil kecha-yu kunduz sudya sifatida qaror qabul qilsang, asta-sekin tushunib borasan deyardi. Adolatni tom ma'noda mezoni yo'q. Mezoni bor, mezoni nihoyatda ko'p. Adolatni mezoni shu darajada cheksizki, biz uni sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Va shu sababli ham na qonun hujjatlarida, na boy tarixiy merosimizda, na asarlarda uni to'liq ro'yxatini biz hali ko'rmadik. Adolat shunday tushunchaki, siz qaror qabul qilayotganligingizda qabul qilgan qaroringiz garchi kimnidir zarariga bo'lsa-da, zarariga qabul qilinayotgan odam ham shu qaror qabul qilingandan so'ng qalbida taskin topsa, ha, bu sudya yoki bu hakam meni zararimga to'g'ri qaror qabul qildi. Men haqiqatda ushbu qilmish uchun shunday jazo olishga loyiq edim aslida, deb qalbida shunga rozi bo'lsa, haqiqiy adolat mana shu bo'ladi deb o'ylayman. Chunki biz bilamiz, sud jarayonida sizga qaror qabul qilganingizda sudlanuvchi ko'p e'tirozlar bildiradi.
uzoq muddat jazo tayinladingiz. Men bunday jazoga loyiq ish qilmaganman deydi. Lekin o'z vijdoni oldida o'sha inson agar qilgan sodir etgan qilmishi jinoyati uchun javob berar ekan, sudya menga nisbatan adolat qildi. To'g'ri jazo me'yorini belgiladi deb baribir ishonch bilan aytadi. Chunki men buni sizga aytayotganligim, juda ko'p sudlangan shaxslar, mana shu men hukm o'qib bo'lganimdan so'ng, hurmatli sudya, menga qonun bo'yicha eng maksimal jazoni bersangiz kerak deb o'ylagan edim. Yoki eng minimalni berishingiz ham men uchun adolatsizlik bo'lardi. Shunday me'yorni belgiladingizki, haqiqatda men bunga loyiqman deb o'zi ham rozi bo'lgan. Bundan tashqari men aytishim kerakki, adolatli qaror qabul qilganingizda o'zingizni ichki ishonchingiz o'sha bizning qonunimizda aytilgan, Jinoyat protsessual kodeksimizda aytilganidek, ruhingiz taskin topadi. Men hech kimga jabr qilmadim, hech kimga zulm qilmadim deysiz. Meni nazarimda mana shu narsa adolatni bosh mezonlaridan biri bo'lsa kerak. Zo'r. Menimcha Akmal aka javob oldilar. Siz ham keyingi ko'rsatuvimizning mehmoni. Ochig'i hali o'zimiz ham bilmaymiz. Hech kim bilan kelishganimiz yo'q, kimni taklif qilar ekanmiz deb. Demak, ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoniga ko'rsatuvimizning ushbu sonidagi mehmondan savol. Sizga Qiziq. Nima savol bersam ekan? qiziq jarayon bu. Keyingi mehmonimizga savol. Hamma qonunlar ham huquq tamoyillarini to'liq o'zida aks ettiradimi? Chunki biz bilamiz, huquq va qonun tushunchalari sinonim sifatida qo'llaniladi. Aynan bir tushuncha sifatida qo'llanilish holatlari juda ko'p. Huquq va qonun birmi? Savolimni yanada davomi. Huquq va qonun birmi? Agar u bir bo'lsa, nega ikkita nom bilan ataladi? Agar u bir bo'lmasa, ular farqi nimada? Zo'r. Ustoz, efirimiz nihoyalanib bormoqda. Fursatdan foydalanib bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz, shu jumladan huquqshunoslarga o'zingizni bildiradigan tilak va tavsiyalaringiz bo'lsa marhamat. 20-asrning buyuk 100 yilligining eng buyuk shaxslaridan biri, kuchli 100 talik shaxslardan biri, Hindiston ozodligining asoschisi Mahatma Gandining bir gapi bor. Sening kelajaging sen bugun nima qilayotganligingga bog'liq. Demak, bugungi yoshlarimiz kelgusida qanday huquqshunos bo'lishlari, bugun nimani o'qiyotganlari, nimani o'zlashtirayotganlari, nimani oldilariga buyuk maqsad sifatida belgilaganliklariga bog'liq. Va men talabalarimizni hammasiga ana shunday yuksak maqsadlarni oldingizga qo'ying va o'sha maqsadlar sari ildam odimlashingizni tilakdoshiman. Rahmat. Biz ham ayni nuqtada ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Siz aziz kuzatuvchilarimiz bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deya xayrlashib qolamiz. Sog', salomat bo'ling.